Lasetti'ni do'stlar 1.6 motordan qidirib yurgan akalar uchun mana sizlarga minishga tayyor Lasetti 1.6. Mashinamizni kraska holatiga kelsak do'stlar, bitta kapotni yuzaki qismida bor ekan va ikkita kalinka, bularni kasali bilasizlar do'stlar. Mashinamiz minishga tayyor 2013-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya avtomat korobka. Mashinamizni bosib o'tgan masofasi 3 krug ekan. Mashinamizni torpeda avshipkalarda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Qimmat holatda akamiz taqib qo'yishibdi va 7 da ya'ni poliklardan tashlab qo'yishgan. Yaxshi quyon diska balonlar do'stlar taqilgan. Aka, mashinamiz metanmi? Metanda aka. Minishga tayyor. Aka, mashinamizning motor ходовой korobkalarida ishi bormi? Motor korobkalarida ishi yo'q aka, ishiga javob aka, umuman yo'q aka, yurish soni yo'q. Bilaman aka, 1.6 ni xaridori ko'p aka. Narxini yengil qilib berasizmi aka shunga yarasha? Beramiz aka, yengil qilib beramiz aka. Gen chiqadi aka? Gen chiqaramiz aka. Qancha so'rayapsiz, qancha qilib berasiz? Taqalgan aka. 6,5 ming baho aytyapman. Sochkes qancha oxiri? Sunnatiga ozmat o'tib beraman aka. Oxiri qancha aka? Taqalishini ayting. Obunachilar mazza 63 ga beramiz aka. Nomeringiz aka? 91lik 693 77 71. Hozirroq mana shu videoni do'stlar Lasetti'ni 1.6 ni qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib, like bosib kuzatishda davom etinglar.